24-savol. Formaldegid va asetaldegid saqlagan 65,8 gram suvli eritmaga mol miqdordagi natriy qo'shilganda 28 litr, normal sharoitda gaz mol miqdordagi kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan oksidlangan 216 gram cho'kma ajraladi. Dastlabki eritmadagi formaldegid miqdorini toping deyapti. Xo'p, demak bizda aralashma bo'lgan. Kimlardan iborat desa, birinchisi chumoli aldegiddan HCHO, keyin asetaldegid, ya'ni sirka aldegid CH3CHO va bundan tashqari suvli eritmasi deyapti. U demak eritma tarkibida suv ham mavjud bo'lgan. Shu 3 tasini massasi qo'shilganda 65,8 gram kelar ekan. Xo'p, endi shu aralashmaga avvalo natriy qo'shildi. Avvalo natriy qo'shilganda, natriy bilan qo'shilganda 28 litr gaz chiqyapti-da. Xo'p, u kimdan chiqadi desa, bilamizki, chumoli aldegid ham, sirka aldegid ham reaksiyaga kirishmaydi natriy bilan. Lekin suv bo'lsa, shiddatli reaksiyaga kirishadi. Demak, suvga natriy qo'shilsa, hosil bo'ladi natriy gidroksid plus vodorod gazi. Xo'p, demak, tenglab olamiz. 2 qo'ysak teng bo'lar ekan. Demak, 28 litr ajralgan gaz bu vodorod. 22,4 litr ajralardi odatda. Qancha suv bilan? 36 gram suv bilan reaksiyaga kirishganda. Demak, qancha suv sarflanganini topamiz. Xo'p, 36 ko'paytirilgan 28 bo'lingan 22,4. 45 gram. Demak, 45 gram suv sarflangan. Bu aralashmadan bildik, demak 45 gram suv bo'lgan. Jami massa 65,8 bo'lsa, undan 45 gram suv bo'lsa, demak bu ikkitasiga qolayotgan massa bo'ladi 20,8. Xo'p, endi alohida topishimiz kerak. Buning uchun keyingi shartni davomiga qaraymiz. Xo'p, demak, shu aralashmaga kumush oksidining ammiakdagi eritmasi ta'sir etildi. Bilamizki, aldegidlarda karbonil guruh bo'lganligi uchun, to'g'ri, karbonil emas, aldegid guruh bo'lganligi uchun kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan oksidlanadi. Tegishli kislotani hosil qiladi. Chumoli aldegiddan chumoli kislota, sirka aldegiddan esa sirka kislota hosil bo'ladi. Va bundan tashqari kumush cho'kma bo'lganligi uchun kumush ko'zgu reaksiyasi deyiladi. Xo'p, endi bilamizki, bu oksidlanish karboniy guruh hisobiga, to'g'rirog'i aldegid guruh hisobiga bo'lardi. Xo'p, aldegid guruh mana shu chumoli kislotida ham bo'lganligi uchun bu oksidlanish chumoli kislota bilan ham sodir bo'ladi. Xo'p, yozaman, demak, chumoli kislota HCOOH ga kumush oksidining ammiakdagi eritmasi ta'sir etilsa, bu ham oksidlanadi. Oksidlanib, aslida karbonat kislotani hosil qiladi, lekin u beqaror bo'lganligi uchun karbonat anhidrid plus suv parchalanib ketadi va bundan tashqari kumush cho'kmasi ham ajraladi. Xo'p, jami ajralgan cho'kmalar 216 bo'lar ekan, uni molini topib qo'yaman. 216 ni bo'laman, kumushning massasi 108. 2 mol jami cho'kma ajralgan. Xo'p, men buni 30x desam, bunisini 44y deyman. Bundan qancha cho'kma chiqyapti? 2x. Bundan qancha mol chumoli kislota hosil bo'lyapti desa, x mol. Bundan sirka kislota y mol, cho'kma chiqayotgani 2y mol. Bundan tashqari, demak, x mol chumoli kislota yana oksidlanib, bu 2x mol kumush cho'kmasini hosil qilmoqda. Endi demak yozaman. Xo'p, birinchi olingan chumoli aldegiddan demak 30x olingan. Bunga qo'shaman olingan sirka aldegid 44y ni boshida yozdik 20,8 bularga to'g'ri keladigan massa. Xo'p, endi cho'kmalarni hisoblayman. Birinchi cho'kma. Xo'p, demak 2x chumoli aldegidning oksidlanishidan plus 2y bu sirka aldegidning oksidlanishidan va 2x yana bu
chumoli kislotaning oksidlanishidan. Demak, qancha bo'lgan? 2 mol bo'lgan. Hop, tenglamalar sistemasi 2 noma'lumlik. Ishlashimiz kerak. Birinchi ixchamni olaman. Hop, 30x ga qo'shaman 44y ni. Hosil bo'lishi kerak 20,8. Pastda ixchamlasak 4x plus 2y teng bo'lar ekan 2 molga. Hop, bizdan demak, chumoli aldagini so'raganligi uchun 2 ga ko'paytirib y larni yo'qotishga harakat qilaman. Hop, ko'paytirsam 8 bo'ladi. 8x bo'ladi pastda. Hop, 30x dan 8x ni ayirsam 22x teng deymiz. Hop, 4y bo'ladi. 4y uzr. Hop, biz 2 ga emas, 22 ga ko'paytirishimiz kerak. 22 ko'paytirganimda 88 bo'lar ekan. 88 dan 30 ni ayirsak 8x 58x hop teng bo'ladi. Mana 44 larga yechib ketadi. Hop, 2 ni 22 ko'paytirsak 44, undan ayriymiz 20,8 ni. 23,2 bo'lar ekan. Demak, x ni topsak, buning uchun 23,2 ni bo'lamiz 58 ga. Demak, 0,4 mol bo'lar ekan. X bu chumoli aldagitning moli edi. Hop, savoldan xuddi shuni so'ragandi. Demak, to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan.